Assalomu alaykum do'stlar. Kimki Madinaga yoki Makkaga keladigan bo'lsa, mana muammosi telefon zaryad qilish bo'lib qoladi. Hozir sizlarga oson yo'lni ko'rsataman. Hamma gostinitsada kofe qilasiz. Kofening cho'pi bor. Cho'pini olasiz, olib kelasiz, cho'ntakka solib. Bu yerda Madinada ham, Makkada ham 3 talik bo'ladi. Uning uchun siz mana bunaqa olishingiz kerak. 5 riyalgami, 10 riyalgami mana bunaqa olishingiz kerakda. Buni olmaysizda, cho'pni olib chiqasiz. Tepasiga sekin tiqasizda, pastga bosasiz. Buni pastga bossangiz, tagi ochiladi. Ko'rinyaptimi? Tagi ochilyapti. Shuni tagi ochib olasiz. Hozir men bitta qo'l bilan mana hop, mana bo'ldi. Mana bemalol zaryadni olaveradi. Buni olib qo'ysangiz ham bo'ladi keyin. Buni olib qo'ysangiz o'sha ham cho'p turaveradi. Mana zaryadni olib shuni tiqamiz. Zaryad beraveradi. Foydali video bo'ldi deb umid qilamiz.